Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Andijon shahar Gazin kanalida domimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bu taraflari kraska sepilmagan holati. Ko'rishingiz mumkin, bu taraflari kraska sepilmagan holati. Tepalari ham hali yopilmagan. Bu taraf bo'lsa tepalari yopilgan, kraskalar sepilgan, rangida farqi bor. Hamma yo'q bir xil bo'lib ketadi. Podol qismlarigacha qilib berganmiz. Bu podolimiz balandligi 3.20 chiqyapti. Bunni kraskalarni sepib, tunikalarni olib berganmiz. Bu taraflarigacha ham bor. Bu obyektimiz o'sha so'qili 100 kvadrat chiqyapti. Tepasi trementi bo'lgani uchun pastiga ham trementi so'qilari, TSK so'qillardan aytildi. Bu taraflarni ko'rishingiz mumkin. Tepasida shunaqa ikkita samarez orqali qatiriladi. Noli bo'lsa, ya'ni pastki qismi alohida kesib chiqiladi afsolar bilan. Akalar, kimga xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Bu mahsulotimizga 15 yilga mayli garantiya beramiz. Mana bu taraflarimiz shu toshlarimizdan qo'yib yuborilyapti. Ozgina qoldi, xudo xolasa. Like, sepash, tunuka qo'yishlarni video davomida qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.